Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Ko'pchilik insonlar muammoni tashqaridan ko'rishga o'rganib qolgan. Muammoni yuza qismini ko'rishga o'rganib qolishgan. Lekin aslida inson o'sha muammoni ichki sabablarini topmaydi. Noto'g'ri tasdiqlar, noto'g'ri dunyoqarash, noto'g'ri va yomon xarakterlarni o'ziga shakllantirib, avtomatik hayot kechirishda davom etishmoqda. Ya'ni kim bilandir tortishdi, kimdir uni kamsitdi, kimdir uni haqoratladi, misol uchun, to'g'rimi? Xo'p, nima uchun uni kamsitdi? Nima uchun uni haqoratladi? Xo'p, bo'lishi mumkin, men bir ish qilayotgandim, men bu narsani so'ragandim, u meni birdaniga kamsitib ketdi. Xo'p, bu muammoni yuzi. To'g'rimi? Siz o'sha paytda qanday borgandingiz o'sha inson yoniga? Qanday aura bilan demoqchiman. Insonda aura, energiya mavjud. Va bu qanday bo'lishi mumkin? Siz bo'lishingiz mumkin hijolatlik bilan, qandaydir bir ikkilanish, qo'rquv bilan, noto'g'ri tushunib qolmasinda yoki-da yordam bersinda, yoki-da bo'lishi mumkin men haqimda yomon xayolga bormasinda, ish qilib menga yordam bersinda deb nima demoqchiman? Muhtojlik ongi bilan bordingizmi? Yoki-da qanday shubha gumon bilan, norozilikmi? Qo'rquv bilan bordingizmi? Qo'rquv faqat Allohga bo'lishi kerak. Allohning g'azabiga duchor bo'lishdan qo'rqish kerak, boshqasidan emas. Lekin siz qandaydir insonlarga nisbatan muhtojlik ongi bilan, shunday energiya bilan borsangiz, biling sizni o'zidan o'zi kamsitadi. Siz aytasiz, men kutmagandim. Meni xayolimga ham kelmagandi bunday bo'lishi. Men yaxshi bo'lsin degandim. Yaxshi bo'lsin deb siz fikrladingiz, lekin ichingizdan nimani tuyib turgansiz? Siz nimaga ishongandingiz? Ya'ni ong ostingizda sizning e'tiqodingiz, sizning avtomatizatsiyangiz nimaga sozlangan? Siz qanday inson ekanligingizga ishonasiz? Sizga qanday insonligingiz haqida ko'proq gapirishgan. Sen odam bo'lmaysan, sen hech kim bo'lmaysan, seni qo'yning ichkarisiga kelmaydi. Seni keraging yo'q degan shunaqangi bir fikrlarni gapirishgan bo'lsa, yoki undan tashqari yoshlikdan sizda ko'p travmalar shakllanadi. Avvalo bu sizning ichki ong ostingizda yashiringan bo'ladi. Insonda energiya mavjud. Insonning so'zlarida, insonning tanasida. Buni olimlar shuncha tadqiqotlar qilib ko'rsatib beryapti. Oddiy suvga har kun haqoratli so'zlarni gapirganda suvning tarkibi o'zgarib ketyapti. Guruchni qaynatib shunchaki unga qo'pol yomon so'zlarni gapirganda guruch panglab ketyapti. Tushunyapsizmi? Oddiy mana shu so'zning kuchi. Tasavvur qiling, bir insonning ichki dunyosi, ichki energiyasi qanday. Bitta narsa, biz mana bu tanadan iborat emasmiz. Biz ong, aql, biz programma deganda siz hozirgacha yashab o'tgan hayotingiz, siz nimalarni o'rgandingiz, nimalarni to'g'ri deb qabul qildingiz, nimalarga ishondingiz va undan tashqari ruhiyat. Ruhiyat bu sizni tafakkuringizga qarab, ya'ni siz aql yuritishingizga qarab. Kimdir noto'g'ri aql yuritadi va uni ruhiyati tushib ketadi. Uning ruhiyati doim tushkunlikda bo'ladi. Kimdir ijobiy, yaxshi aql yuritadi. Bu sizni yoshlikdan olgan travmalaringiz bo'ladi va sizda to'g'ri yechim, dunyoqarash mavjud emas degan. Siz hozir muammoda turibsizmi? Bu muammoga sizni miyangizdagi yig'ilib qolgan tushunchalar, siz tushungan men shunday ekan, hayot shunaqa ekan, atrofimdagilar shunday ekan, men shunday yashab o'tar ekanman, to'g'ri inson umuman yo'q ekan degan sizda ishonch, tushunchalar mavjud miyangizda. Va mana shular o'zgarmaguncha, mana shularni ildizidan siz anglab, bularni yangilamaguningizcha sizni atrof muhitingiz va sizni xatti-harakatlaringiz va undan tashqari sizni qandaydir bir vaziyatlarga nisbatan og'riqli qarashlaringiz yaxshilanmaydi. Sizning munosabatlaringiz yaxshilanmaydi. Munosabat va qarashlar, dunyoqarash o'zgarmas ekan, insonning hayoti hech qachon o'zgarmaydi. Hammasini Alloh taolo bizga qismat qilib yozgan va o'sha amalga oshadi. Lekin bizning duolarimiz, ishonchimiz
bizni taqdirimizni o'zgarishiga ham sabab bo'ladi. Shuni unutmang. Doim o'z ustingiz ishlang, bilim oling. Agar sizni bilimingiz yetmayaptimi, biladigan insonlarga murojaat qiling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, qadri baland qadrdonlarim.